aqli zaif bolalarni, autizm kasalligi bor bolalarni nimalarga va qanday yo'naltirish kerak? Xitoy tajribasi. Videoni oxirigacha ko'ring, birma-bir tushuntirib beraman. Xitoyda bola tarbiyasida meni eng qattiq ta'sirlantirgan narsa rivojlanishda o'ziga xos bolalar bilan ishlash tizimi bo'ldi. Ular bolalarni birinchi o'rinda o'rganadilar, yo'naltiradilar. Har bir bola uchun alohida strategiya o'qitadi, qobiliyatiga qarab yo'naltiradi, jamiyatga qo'shadi, ishga joylashadi. Eng hayratlanarlisi, bu jarayon bolaning kichik yoshdan boshlab pensiya yoshigacha davom etadi. Odatiy g'amxo'rlik emas aslo. Bu tizim, strategiya, mas'uliyat. Buni ko'rib men bir narsani o'ylab qoldim. Xitoyliklar nuqsonli bolalaridan jamiyat uchun foydali inson tayyorlayotgan bir vaqtning o'zida biz sog'lom bolalarimizdan hayotga tayyor emas inson yasayotgan bo'lmayapmizmi? Mustaqil emas, mas'uliyatsiz, qiyinchilikka chidamsiz. Biz ularni imkoniyatini o'z qo'limiz bilan cheklab qo'ymayapmizmi? Bola tayyor mahsulot emas aslo. U to'g'ri yo'naltirilsa ochiladigan imkoniyatdir. Masala bolada emas. Masala yondashuvda. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikringizni yozing. Siz farzandingizni haqiqatdan hayotga tayyorlayapsizmi? O'zingizga shu savolni bering. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, barcha aqli zaif, sog'lom farzandi bor onalarga yuborib qo'ying. Bu videodan o'z xulosalarini chiqarib olishadi.